Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Isuzu yuk avtomobili DAF rusumli yuk avtomobilining orqasiga urildi va kabina ichida qolib ketgan Isuzu haydovchisi qutqarildi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 9-aprel kuni soat 22:08 da Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Oqqamish hududidan o'tgan A380 magistral yo'lining 559-560 kilometrda harakatlangan Isuzu rusumli yuk avtomobili DAF rusumli yuk avtomobilining orqasiga urilishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani va Isuzu rusumli yuk avtomobili haydovchisi olgan tan jarohati oqibatida kabina ichida qolib ketgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Xabarga asosan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, maxsus asbob anjomlar yordamida haydovchini qutqargan va malakali tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonaga yuborilgan. Haydovchining ahvoli yaxshi. Hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q.